qizlarga mana ham qizim bor, qizing bor, qisib gapir, o'g'limni o'ylab gapir deydi. Oh my god. O'lib ket, o'liblar ketgan bitib yurmay, maylimi? Ha, sen ana o'lgin murdashov. Qaramlab jibsan-ku manisani, ilanka kirgizibsan-ku. Ha, piyoda qolding endi puqima o'xshab. O'zi bermaydi-ku, bugün arsaydi o'zi bermangiz o'zi mashina. Men sidirab tortib anaqa chiqaring, nima turbada o'tirib berdi endi. So'raman. Ey, ana Asilbekning kamazini nima bilan nimani chaqirib tortib chiqarish kerak buni? Og'ayningmi? Ey, odamlarning mana yag'ini ham o'pirib jergan bil. Ha, o'lgina, mozaratda o'lib ketgina. Mana jip kamirib ko'tiga urib o'tiribdi. Odamlarning oybanini ham jirtgan mana. Endi buni qilib berish kerak. Oh my god. Assalomu alaykum dadasi. Sizimsiz? Yaxshi damayapsizmi? Qanchaga zo'rmi? Dadasi siz yaxshi. Sizlar yaxshi ko'ramadik. Jinnilar. Oh my god. Anaqa uyda ishga banan olsa 2-3 kunda qora keladi-yu. Men shu bananni vishliga osib qo'ydim-da. Shu o'ylaydi, bular men daraxtda turibman, hali uzilmaganman deb o'ylaydi. Chunki 2 haftadan beri tutda hali beri qoraymagan, svejiy. Yesa bo'ladi-da. Oh my god. Bizga bitta xotin kerak. Yoshi 50 ga bormasin, bolasi bo'lmasin. Üstü-bustimda kirimni yuvib, uyimga qarab tursa bo'ldi. 3.200.000 pensiya olaman. Ikkita kvartiram bor, Oqtoshda bitta, Uchquduqda bitta. Agar talabgor bo'lsa menga zvon qilsin. Oh my god.
Oh my god. Oh my god. Şuraya götür. Vur şurada. Git. Vur. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Git Horaka. Horaka go. Horaka. Vay yenemize yemegesiz ki. Oh my god. Oh my god. Ortib qolgan rastvorga alyumin sim chiqib, to'pga ulab qo'yasang, qotib qolmas ekan. Kommentariyga yozib yuboringlar, qotadimi, qotmaydimi? Ishlatayotgan telefonim qo'limdan tushib ketdi, airbag ochilib ketdi. Egasiga olib telefoningni qarasam, aka, hamma yo'g'i ishlaydi degdimmi dedi. Ha, desam, ko'rdingizmi, airbagigacha ishlaydi. Sizga yomon narsa berganim yo'q deb qaytarib yubordi. Oh my god. Короче, yarim soatdan beri ko'rib o'tiribman. Вообще qiziq ketibdi bor. Qizil baliq, balki sariq bilan ikkalasi til biriktirib, ko'k baliqni o'g'irlikka tushmoqchi bugun. Pichog'i ham bor. Nima bo'larkan endi? Qanti ham bor bu yerda.
красивые кадры, чтобы люди любили его за то, что он делает. А так, чтобы за кого-то цепляться, я вот так никогда в жизни не делал. Men qizim chiroqman. Agar umr yo'ldoshim meni pulimga teginsa va mendan so'ramasdan ishlatsa, men juda ranjiman. my god. Farzandiga ism qo'yayotganda qiynaladi. Men sizlarga hozir buni oson yo'lini o'rgataman. Agar sizning bo'lajak farzandingiz qiz bola bo'lsa, otasini ismini boshidagi 3 ta harf olinadi. Onasining esa ismidagi oxirgi 4 ta harf olinadi. Masalan, otasining ismi Shahzod, onasining ismi Gulnoza bo'lsa, qizchaning ismi Shahnoza bo'ladi. Agar bo'lajak farzandlar o'g'il bola bo'lsa, unda nabarat bo'ladi. Onaning ismidan boshlanadi. Onaning ismini 3 ta my god.